Assalomu alaykum. Bugun obzorimizda 7 ot kuchlik dizel variantlari Excalibur motobloklarimiz, ularga tushadigan rotorli kasilka, jatkalar, motobloklarga tushadigan spesiyatka, Zubr motobloklarimiz hammasini narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketamiz qo'ldan kelgancha. Skladimiz manzilimizni aytadigan bo'lsak, skladimiz Toshkentda, Sobirahim Do'mbrobodda. Endi motobloklarimizdan boshlaydigan bo'lsak, Everest brend ostida ishlab chiqarilgan motoblok 7 ot kuchiga ega bo'ladi. Benzin motor. Ko'rishingiz mumkin. Baklari ham katta baklar bilan jihozlangan bo'ladi. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Bu kichik filtr emas, katta filtr bilan jihozlangan. Glusterlari ham katta glusterlar bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin. Vozdux filtrini machalkalari motorga agar kichik vozdux filtr bo'ladigan bo'lsa, motorga chang o'tib ketishi tezroq bo'ladi. Misol uchun, havo tortadigan joyi bu yer bo'ladigan bo'lsa, tepasida changni tutib qoladigan plastmassa qo'yilgan. Uni orqasida machalkalari turadi. Machalkasi turibdi. Mana bu yerda bitta machalka bo'ladi, ichida bitta machalkasi bo'ladi. Motorga to'g'ridan to'g'ri chang o'tib ketmasligi uchun shuncha machalka, ikkita machalka qo'ygan, ichiga ikkita machalkasi bo'ladi, o'zidan chiqadigan. Plus mana bu ikkinchisi, plus uchinchi machalka bilan. Vozdux filtr ham katta, moy solinadigan joylar. Moy changni to'g'ridan to'g'ri o'tkazib olmaydi. Machalkadan o'tgan changlar mana bu yerda moyda qoladi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda original motoblok deb sotadigan, yolg'ondan germanskiy, yaponskiy deb sotadigan motobloklarning vozdux filtri bo'ladi. Bu kichik bitta filtr machalka bilan jihozlangan xolos. Ko'rishingiz mumkin. Bitta machalka bo'ldi, tamom. Mana bu yerda bo'lgani moy turadigan idishi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Qaysisinda farqi bor? Bu moy vozdux filtrida. Original motoblokda mana bunaqa kichkina vozdux filtrlar turmaydi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Bu ancha katta, yaxshi ishlangan bo'ladi. Plus 7 ot kuchiga ega, skorslari ikkita skorsli bo'ladi. Orqaga bitta skors bo'ladi. Avtomat korobka bo'ladi. Vomlari bilan jihozlangan. Vomlarga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Korobkalari ham katta korobkalar bilan jihozlangan. Balonlari ikki xil variantda bor. 4 ga 8 variantda bor, 4 ga 10 variantda bor. Bu 4 ga 8 variantligi o'zini brendlari tushirilgan. Everest deb balonlari, baklari, korobkalargacha tushirilgan. Korobkasida u yozuqlari bor, pechatli. Qoziqlari ham katta qoziqlar bilan jihozlangan. Misol uchun 4 million desa, original motoblok deb ishonib ketmaslik kerak. Ularda ko'rishingiz mumkin, moy datchik degan narsasi yo'q. Bu datchik katta ahamiyatga ega bo'lmagan datchik bu. Agar bu katta ahamiyatga ega bo'lganda, mana bu yerda turgan 9 millionlik motobloklarda ham bo'lardi. U datchik ahamiyatga ega emas, shuning uchun motobloklarga qo'yilmaydi. 7 ot kuchlarda bu shu datchik qo'yiladi xolos. Ayrimlariga qo'yiladi, ayrimlariga qo'yilmaydi. Bulardan misol uchun solyarka motorlarda ham yo'q, benzin motorlarda ham unaqa datchiklari yo'q akalar. Ko'rishingiz mumkin. Hech qaysida datchik bo'lmaydi katta motobloklarda. Mana bu kichik motobloklarda ayrimlarida bo'ladi, ayrimlarida bo'lmaydi. U katta ahamiyatga ega narsa emas akalar. Endi narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxi 3 million 400 ming so'm. 4 ga 8 balonligi, 4 ga 10 balonligi 3 million 500 ming so'm. Misol uchun, ikkinchi tarafi quyma blok, original motoblok bo'ladigan bo'lsa, og'irliklari ham ancha og'ir bo'ladi. Everest motoblokimizni hali 4 ga 8 balonligini bu общий vesti pichoqlari bilan общий vesti 74 u 70 chiqyapti. Ko'rishingiz mumkin. Og'irligi mana shunaqa chiqyapti. Endi original degan motobloklarni ham bemalol taroziga torttirib ko'rsatinglar. So'ranglar. Misol uchun
boshqa brendning motoblokini olmoqchimisiz? Original deb sotyaptimi? Taroziga tortib ko'rsatgin deb aytinglar. Yashik holatda emas, faqat yig'ilgan holatda ko'rsatsin. Yashik holatda bo'ladigan bo'lsa 85 kilo atrofida chiqadi. Yashikning og'irligi bilan. Mana bu Everest'imizning og'irligi 74 kilogramm chiqqan. Endi Everest brend ostida ishlab chiqarilgan motoblokimiz 7 ot kuchli dizel motoblok bo'ladi. 7 ot kuchli dizel 173. Vozuq filtrlari massinli vozuq filtr bo'ladi. Bu 7 ot kuchligimizning 2 xil varianti bor. 4 million 200 lik varianti bor. 4 million 700 lik varianti bor ekanlar. Nima farqi bor deydiganlar uchun ikkalovi ham 4 ga 18 ballon bo'ladi. Bunda 4 million 700 minglikimizda ikkita pashinipli bo'ladi. Bu pashinipli 90 gradusga burilib beradi. Bu katta motobloklarda turadigan pashiniplar bo'ladi. 90 gradusga buriladi. Vomlari bor, vomlariga bemalol karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Skorsari xuddi buni ham ikkita skors avtomat korobka bo'ladi. Avtomat korobka bo'ladi akalar. Narxi 4 million 700 ming so'm ikkita pashinipligi. Oddiy varianti 4 million 200 ming so'm bo'ladi akalar. Komplektida hamma motoblokimizni bitta ochar, bitta plug qo'shib beramiz. Shu narx ichida bitta ochar, bitta kichik ochardan qo'shib beramiz, bitta plug qo'shib beriladi. O'zidan chiqadigan 32 ta pichog'i bo'ladi. Original pichoqlar bilan jihozlangan. Excalibur zavodi bu pichoqlarni yetkazib beradi. Ko'rishingiz mumkin, pechatlari bor variantda. Excalibur brendining yozuqlari tushirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu 3 litrlik baklar bilan jihozlangan bo'ladi. Korobkalarga o'yib yozilgan bo'ladi. Everest deb ko'rishingiz mumkin. Everest brendi tushirilgan bo'ladi. Bu Everest 7 ot kuchligimiz. Buni narxi 3 million 400, 3 million 500. O'zidan chiqadigan 32 ta tishi bo'ladi. Plus bitta plug, bitta ocharlari bilan bo'ladi. Liboy motoblokni olayotgan paytingiz narxiga qarab o'tirmang. 2 million 600 deydimi, 2 million 800 deydimi, 2 million 500 deydimi, taroziga tortib ko'rsatgandek bo'ldi. Tamom, shu bilan og'irligidan ko'rasiz, shuni ola qoling. Hammasi bir xil Xitoy bo'ladi. Garantiya masalasiga keladigan bo'lsak, garantiya katta mashina zavodlari garantiya bermayapti. Bu 200 dollarlik, 300 dollarlik motobloklardan garantiya 1 yillik garantiya kutib o'tirmanglar. Olib sotar odam tan olmaydi, ertaga baribir aybni o'zingizni bo'yningizga qo'yadi. Bu sizni buzilsa tuzatib boshqa qildirib bermaydi akalar. Xo'p, Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan motoblokimiz 186 lik 10 ot kuchiga ega bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, korobkalarga o'yib yozilgan bo'ladi. Baklariga ham o'yib yozilgan bo'ladi akalar. Endi katta motoblokimiz, Excaliburimiz nima farqlari bilan ajratsa bo'ladi? Motobloklarni ham har xil arzon variantlari bor deydi. Rullariga ahamiyat beringlar. Rullari uzun variantda bo'lishi kerak. Ertaga shtobi siz rotorni kasilka, zatka ulagan paytingiz, suv pompa ulagan paytingiz kerak bo'ladi. Ruli uzun bo'ladigan bo'lsa, sal yengilroq bo'ladi. Endi buni ham farqlari bor. Katta motoblokni 186 ko'rishingiz mumkin, galobkalarga o'yib yozib qo'yibdi. Akkumulyatorlariga ahamiyat berasizlar. Akkumulyatorlari Damas, Matiz, Tikol, Labolarga tushadigan birga bir akkumulyator bo'lishi kerak. Sabab bu solyarka motorlar kompressi juda og'ir bo'ladi, yonishi sal qiyinroq bo'ladi. Katta akkumulyator bilan jihozlanishi kerak. Buni 3 xil akkumulyator bor. Xuddi shunday Damas, Matiz, Tikollarga tushadigan akkumulyator bor, 36 talik. Bu 36 talik kichkina varianti bor. Mana shunaqa gavdali bo'ladi, bundan kichikroq bo'ladi. Plus kichik akkumulyator bor. 36 talik deb yolg'on gapirib qo'yishadi. Yeni juda ham kichkina, Damas, Matiz, Labolarga tushmaydigan variant bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, akkumulyator, misol uchun bizda turgan akkumulyator motobloklarimizda turgan hammasi benzin, solyarka motor, datchiklari bor. Ko'rishingiz mumkin, mana yashil yonib turibdi, akkumulyatorda zaryadi bor. Bu oddiy akkumulyator, ko'rishingiz mumkin.
ham ensiz bo'ladi, bunga nisbatan ensiz bo'ladi, plus kichik bo'ladi farqlari. Endi taroziga tortib qo'ygan payti akkumulyator 9 kilo 200 gram bo'ladi. Mana shu akkumulyatorimiz 9 kilo 200 gram. Endi prostoy akkumulyator 36 talik, bu ham xuddi shunday, mana 36 talik deb yozib qo'yibdi. 6 kilo 200 chiqyapti. Shu narsalarga ahamiyat berib o'tasizlar. Sizga 1000 original deydimi, 1000 germanskiy deydimi, 1000 koreyskiy deydimi motoblokini ishonib o'tirmanglar. Shu yerlardan farqini sezib olsangiz bo'ladi. Katta motoblok, kichik motoblok, stator akkumulyatorlaridan ham sezsa bo'ladi. Endi bu motoblokimiz galovkalarga o'yib yozilgan, korobkalarga o'yib yozilgan, baklariga ham o'yib yozilgan. Balonigacha o'yib tushirilgan. Temir kapotli bo'ladi. Temir kapotlar bilan jihozlangan bo'ladi. Plastmassa emas. Plastmassa har doim arzon chiqadi. Plastmassa kapotlilar arzon chiqadigan variant bo'ladi. Bu Excalibur motoblokimiz balonlari 5 ga 12 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, pashinniplari 2 talik pashinnip bo'ladi. 90 gradusga buriladi. Qoziqlari ham katta qoziqlar bilan jihozlangan, vomlari bor. Vomlariga bemalol rotorli kasilka, jatka, suv pompa, boshqa jihozlarni ulab ishlatsa bo'ladi akalar. Endi jatka qo'yilgan varianti ham bor, rotorli kasilkalarimiz ham bor. Vozoq filtrlari massinli bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 8 million 150 ming so'm bo'ladi. Komplektida bir korpus plugi bo'ladi, plus 40 ta pichog'i bo'ladi. O'zini brendi o'yib yozib tushirilgan bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. O'zini brendi tushirilgan Excalibur o'zini brendi tushirilgan variantda bo'ladi. Narxi 8 million 150 ming so'm. Endi og'irligiga kelib o'tadigan bo'lsak, общий vesti, shu turishi pichoqlari bilan 170 kilo chiqadi. Bu motoblokimiz. Original motobloklarni ham bemalol solishtiringlar. Taroziga torttirib ko'rsatsin. Misol uchun Excalibur olmang, boshqa motoblok oling, Liboy. Taroziga torttirib ko'rsatib ber deb ayting. Original deb yolg'on gapirib sotayotgan odamlarga ayting. Shuni farqini sezasiz. Quyma blok deydi, boshqa deydi. U hech qanaqa quyma blok ham bo'lmaydi. Hammasi bir xil standart Xitoy mahsuloti bo'ladi akalar. Narxi 8 million 150 ming so'm bir korpus plugi bilan. Bu yerda 188 13 ot kuchiga ega. Bu 186 miz 10 ot kuchiga ega bo'ladi. 188 motoblokimiz narxi 8 million 300 ming so'm akalar. LED farlar bilan jihozlangan bo'ladi. 192 dizel motoblokimiz 15 ot kuchiga ega bo'ladi. Baklariga o'yib yozilgan bo'ladi. Pichoqlari ham buni 40 ta pichoqli bo'ladi. Rullari uzun variantda bo'ladi. Plus akkumulyatorlari katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Vomlari bor. Vomlariga bemalol rotorli kasilka, karcher ulab ishlatsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 8 million 600 ming so'm akalar. Bir korpus pluglari bilan qo'shib beramiz. Endi universal motobloklarimizga tushadigan rotorli kasilkamiz ko'rishingiz mumkin 90 sm bo'ladi. Shu yovoy o't, beda shunga o'xshash narsalarni bemalol o'rib beradi. Bu o'rib taxlab ketmaydi, bir tomonga chiqarib tashlaydi. Bu rotorli kasilkamiz pichoqlarni ko'rishingiz mumkin. Made in Germaniya deb qo'yibdi. Misol uchun buni germanskiy deb yolg'on gapirib sotmaymiz. Xitoydan keladi, Xitoy mahsuloti bo'ladi akalar. Xitoy mahsuloti. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 5 million 500 ming so'm. Benzin motorimiz 17 ot kuchiga ega 5 stator variantda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, 5 stator variant bo'ladi. Vozoq filtrlari massinli vozoq filtrlari bo'ladi. Temir kapotli bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 6,5 million so'm. Excalibur brend ostida ishlab chiqarilgan 17 ot kuchiga ega baklariga o'yib yozilgan bo'ladi. Baklarga o'yib yozilgan Excaliburdir. Akkumulyatorlari ham xuddi shunday. Damas, Matiz, Tikolaga tushadigan akkumulyator bo'ladi. Skorsari ham trosli bo'ladi. Ertaga rotorli kasilka ulagan paytingiz, jatka ulagan paytingiz rul aylanadi. Aylangan payti skorsingiz ham turadi shu holatida.
temirli emas. Narxiga keladigan bo'lsak, akalar, narxi 7 million 200 ming so'm bir korpus pluglari bilan qilib beramiz. Balonlari ikkita pashnipli bo'ladi. Bu yerda 15 ot kuchiga ega benzin motorimiz. Buni ham xuddi shunday vozdux filtrlar, katta vozdux filtrlar bilan jihozlangan. Massinning vozdux filtr bo'ladi. 3 ta vozdux machalkalari bilan jihozlangan. Buni ham akkumulyatorlar, katta akkumulyatorlar bilan jihozlangan. Narxiga keladigan bo'lsak 7 million 100 ming so'm akalar. Bu yerda universal motobloklarımızga qo'yilgan shatka ko'rishingiz mumkin. Shatkalar qo'yilgan, kichik balonlar qo'yilgan. Trosli bo'ladi bular. Narxiga keladigan bo'lsa, shatkamizning narxi $520. Ikkita parragli, yonida pichog'i bor variantda bo'ladi. Sholi, bug'doy, makka jo'xori, beda shunga o'xshash narsalarni o'rsa bo'ladi. Faqat yotmagan, tikka turgan narsalarni o'ra oladi xolos. Olti tishli drabilkalarimiz narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari 2 million so'm, 1 million 800 ming so'm. 2 million so'mligi mis motor bo'ladi. 4 tishli varianti ham bor, 6 tishli varianti ham bor. Mis motorligi bor, alyumin motorligi bor. 6 tishlimizning mis motorligi 2 million so'm, alyumin motorligi 1 million 800 ming so'm. Zubr 1110 bartovoyimiz, buni 1115 varianti ham bor. Ko'rishingiz mumkin. Zubr 1110 bo'ladi, 26 kuchiga ega bo'ladi. Balonlari original balonlari bilan jihozlangan, o'zini 612 balon bo'ladi. Korobkalari bartovoy korobka bo'ladi. Pichoqlari ham katta pichoqlar bilan jihozlangan, ko'rishingiz mumkin. Ikkita tishli bo'ladi, ikkita bolt gaykali bo'ladi. O'zini komplektida sideniyasi bo'ladi, 10 frezasi bo'ladi akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, buni $1700 akalar. Zubr 1110 bartovoyimizni 1115imizniki $1750. Zubr 1100 variantda 17 ot kuchiga ega bo'ladi. Vozdux filtrlari massinli vozdux filtr bo'ladi. Statorlari ham katta statorlar bilan jihozlangan. Moydatchik, suvdatchiklari bor. Pichoqlari 110 bo'ladi, bitta bolt gaykali bo'ladi. Bularniki bartovoylarnikiga nisbatan kichik bo'ladi. Balonlari 612. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1250. Bu yerda space shatkalarimiz ikkita parragli, yonida pichog'i bor variant bo'ladi. O'zini original shiroki balonlari bilan jihozlangan, baklari 4 litr benzin oladi. 9 ot kuchli motor bo'ladi. 360 gradusga buriladi turgan joyida. Bu space shatkamizda sholi, bug'doy, makka jo'xori, beda shunga o'xshash narsalarni o'rsa bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1150 akalar. Buni 1,5 metrlik varianti ham bor. Uni yonida pichog'i bo'lmaydi. Uni ham narxi $1150. Skladimiz Toshkentda, Sobir Rahimov Do'mbrobodda. Telefon nomerlarimiz 93lik 136 66 66 94lik 140 08 08.